Assalomu alaykum hamma. Xudo xolasa yana bir klientlarimizning uyini Urgaz zavodidan kelgan Dream kolleksiyasindagi gilamlarimizni to'shab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Dream kolleksiyasindagi avvalniy dumaloq gilamlarimiz 3,5 va 5 razmerdagi kam topiladigan, lekin pod zakaz bilan oldiradigan avvalniy gilamlarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Sifatlari akril bo'ladi. Polyester akril aralash, sveti ikki tarafdan ikki xil bo'lib dönadi. Bu yan tarafına 2'ye 3'lük, bu yana 3,5 gilamlarimizni tashlab berdik. Uylaridan mos etib, aboylarına, follarına, klientlarimizning xohishina göre cho'tkatib taxlab döşab berdik. Bu birinchi etaji bo'ladi. Hozir ikkinchi etajini ham xudo xolasa obzor etamiz. Ikkinchi etajini chiqaverishda shunday 80lik daroshkalarni tashlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham shu Dream kolleksiyasindagi daroshkalaridan. Bu yan tarafına esa 1,5 va 2,5 dumaloq avvalniy gilamlarimizni döşab taxlab uстановка etib berdik. Kimga shunday sifatli ham zo'r gilamlarimiz kerak bo'lsa, Urgaz, Asiya Carpet do'konlarimizga kelsangiz xizmatdamiz. Bu yan tarafında xonalarning spalnisini Urgaz zavodidan kelgan Vavilon kolleksiyasindagi qavralarimizni döşab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bularni har xil gullari, har xil razmerlari do'konlarimizga kelsangizlar bor. Xudo xolasa shunday chiroyli etib, o'ylaringizni olib borib, uстановка etib, döşab taxlab beramiz. Hammani Urgaz, Asiya Carpet do'konlarida kutib qolamiz. Hammaga omad.